ichib yotaverar ekansiz kechgacha. Doktor so'radi mendan, "Ichyapsizmi?" dedi. "Ha, ichyapman." "Qancha ichyapsiz?" "Bir 2 litr ichyapman, 3 litr." "Yo'q. Sen 5 litr iching" dedi. Aytdim, "Chanqasam ichaman-da, doktor." O'zi zax joylar ekan bu yerlar. 2 litr ham zo'rg'a ketyapti hozir. Chanqasiz, chanqamasangiz ichavering. Tilamasa ham ichavering, foydasi bor. 5 litr, 6 litr suvni ichar ekansiz. Nima ovqat yeyman desam, xohlagan ovqatingizni yeyvering. Hazm qilaveradi bu suv shunaqa dedi. Tandir yesam bo'ladimi? Desam, tandiriga qo'shib yeng. Bugun haqiqatda shunaqa shifobaxsh suv ekan. Almaturani ham hazm qilaverar ekan yesangiz. Juda jigarga, mana shu oshqozonga juda katta foydasi bor ekan. Bitta licheniyasi bor ekan. O'sha tog'ning orasidan chiqayotgan muzdek suvni katta vannaga, tag'araga to'ldirib, ana shunga yotasan der ekan. Shuni barmog'imni tiqdim, chochim tikka bo'lib ketdi mana shunga. Mana uydagi sovuq suvdan 10 barobar sovuqda. Muzdek g'orda orasidan chiqayotgan suv. Vannaga tushib olganman bunday qilib. Suvdan olib moslashyapman bunday qilib. Sam hamshira, nima qilyapsiz? Moslashyapman. Tezroq yoting, vaqt bormi, odam ko'p, Yo'q, bunga tez yot bo'lmaydi. Badanim tovuq eti bo'lib ketdi hozir. To'xtang, shoshilib turmang. Voy, birdan yoting, bilinmaydi. Birdan yotib oling. Shala apetib yotib oldim. Sen qaltiramang, foydasi bo'lmaydi, qaltiramang. Qaltiramang, bu so'qmadi. Turaveraymi? Sen 20 minut yotasiz, jim yoting. Hozir qizdiradi. Yonimda bitta otaxon tushyapti vannaga. 85 dan oshgan otaxon. Otaxonni ko'rsangiz, Ana, astagfirullah. Ana. Otaxon ham, "Boting otaxon" desa, "Hoy bolam, mana, oy." Men hekel уже. Ana. Otaxon shop etib yotib, baniya shifo. Baniya shifo. Otaxon desam, "Shifo bo'lsin, bolam, shifo bo'lsin." Otaxon vannada yotibsiz, soqoli suv tepasida suzib yuribman shaqasini. Chet ellardan kelib davolanyapti. Omonxona, suvni ham ichgansizlar, aptekada ham sotadi. Lekin joyiga borib ichish kerak ekan. Kimday joydan ichsiz, ana shu foyda ekan. Men foydasini sezdim shuni. Yana bitta sanatoriyaga bordim. Endi qaysi sanatoriyaga borganimni aytmayman. O'zingizlar bilib olasizlar. Bir shunday sanatoriyaga kirib, sanatoriyaning hovlisiga bunday qarasam, bir akamiz o'tiribdi daraxt tagida, mana shunday qilib. Betlari kirib ketgan ichiga. Ko'zlari katta bo'lib ketgan bejara. Ozg'in mahli qotib. Haligi odamning oldiga bordim, "Aka, mana shu sanatoriyada yotibsizmi?" "Ha, shu yerda yotibmiz." "Mana shu yerda yotibmiz." "Necha kun bo'ldi kelganingizga?" desam, "9 kun bo'ldi." Ozg'in bechora. Bitta sharoitlari yaxshi ekan aka. Zo'r.
yo'q sharoit. Nazza. Ovqatlari ham yaxshi ekanmi aka? Bitta non bersang aytaman.